Жаңылбек мал базары бүгін 9-12 январь 2022 жыл. Бұл жаш тұрпақтар жаңашындар ерке ұрғаншы тұрпақтар құнажындар мұқаларды біттерді баштайын. Алдында тұрған тұрпақтар еркек тұрғаншы өкен бұлар? Erkek. Erkek ha? 25 şimdi. Kaçdan bazarı bağlı? 23 binge veriyorduk lan. Eko'nun 23 binden. 23 binden. Жақсы bağlı ettik mi? Nereye koydunuz? Pazarınızda versin. No, sarılanı kaça vermeyecek ha? 16 ya. Yok boşarsın. Kaça? 23'de yaptık. 23. 16 yarım sonra şey yaptık. 16 yarım. Erkek fırkaç bu? Erkek. Erkek ha? 23 yarım. Kara erkek fırkaç bu? Kaça vermeyeceksiniz? 5 iken bu. Kasır oturlar. Ötün. Kara kaşıkla erkek fırkaç bak ha? Ne güzel erkek. Kaça? 33 binge mi? 33 bin köyü. Kaça vermedi ya? 26 lira. 26. Ama candakiler çeken? 45 ge verdi. Tamam. Eko'nun 45 ga. Жақсы mal ettim bu. Pazar özün ne güzel. Mal öte köp bunun. Torpağı da böyle, malı da bari köp. Köp güzel. Universalga. Qancha vermedin erkek malı? 20'dan ha? 20'dan. Tak. Aldınız mı? Satılmadı ha? Bak. Aldınız satıldı bak ya. Torpak. Satıldı. Qancha ekan bu? 53 tutam erkek. 53. Erkek ha? Erkek tutam. Torpak. Sal çoğurak bak ya bunun ha? Çoğurak torpak bak ya. 53. Nasıl torpaqın bazını bileceğiz. Erkek mi kaçıyor bunlar? Erkek. 3 öden erkek. Kaça mı neyken var? 27 lira. 27 bin neyken var. Kaça aldınız ki? Satla da geldi. 23 bin. Koşu olan hızına atar. YouTube'da göreyle. Sizler öz kayaktan geldiniz mi? Ha? Yer. Bana ver ki şey. 21. Ha, bu gidelim. 20 yemedeyiz. Kaç yıl diyor bu? Hurmatlı görüşler, ben Urgaç Turpaqtardı bölümüne başlayıvereyim. Aka, buna Turpaqtarı qanchadan berip aytasiz bozorda? Arqam öyle oldu toptaqsın. Qanchadan ekan o'zi basi? 25 milyon. 25 mingdan. 22dan, 20dan beri to'g'ri. 20dan beri da bozor. Urgaç Turpaqtar bular. Чындыгында өтө көп кирген. Мен мынчалык жүз жайгашкан базар боло эле келем. Мына досум. Продажа 10 тагонга битте 10 жеңшеке. Кайсы жеңшеке алы ызырой киши? Yok. Ошону издеген адам жөнү таба. Кандай гана досум, иштер жакшыбы? Экөө 27ден кем бар. Калгандары 20-22ден кем бар. 20-22ден ha? O sarıçı. Kızıl. Naldı. Kızıl. Nal Ha. 22 kem var. 22 km var. Nal 20'den kem var. Törtü. Hazır torpaq sezon be. Aman gökürdat o. Ot kengirle elde. Nal törtü 20'den kem. Bular 20'dan kem var ha. Ama torpaq pazarda elepsin hele. Ha? Köstibesi. Köstibesi. Öte жақсы. Kunazın bazar жаққа өте береміз. Мына шуменен секен өте береміз. Мына чоңырақ torpaq bilenчеке қанша бербедіңіз? Yaşa bir şey konuşalım. 20 abi. 20 ağası vermediniz mi? Birge ha? Bakın sizce? Tapaylı var bizde. Adam çıkmaydı ne güzel. 21 demiş. 21. Turpaq götürüp bak. Öte жақсы. Ev çoğurak turpaqlar götürdü. Çoğurak turpaq. Bakın bunalar kaçtan vermediniz? 27'de alındı. Ha 27'den alındı mı?
Tamlar Real basında bilip koydukemiz. 27'den alınıptır. Mana turpoqlar. Bular jaş qanday o'qilar? 1 yaşar ha? Şu 1 yaşarga kirib o'tadi ekan. Ne oldu aka? Seraxshi? Ne ko'rtasın? Qanchaga berib aytadin mana aka? 21,5. 21,5. Xunozim bozorga o'tveradi. Turmoqlarni oldingizmi? Turmoqlarni ham sotamiz akalar. Sotasiz. Aldingizmi? Yo'q. Sotib oldim. Qanchadan berdi? Bozor. Sotilmadi. Qanchadan berdi negiz? 38. 38dan berib qo'ydingizlar. Hart. 38dan. So'ragan ekan, cho'ngroq qunojlarga keldim, o'zi butda jishga bosqanda, bozorning ichi. So'rab ekan, buni qancha berib berasiz siz? 34 dan berdi. 34 dan ha? Berib qo'ydingiz. Aka sizchi? 40 ming so'm. 40 ming so'm. To'polon bo'g'la. Ovozlarni oling. Universal bozori. Universal bozori. Chingiz ko'rmadi. Yo'q. Buna ko'rib chiqana. Yaxshilik qizyapmiz. Buni qanchaga berib berdingiz aka? Qizilligiga qiziq. Ha, taqsir. O, taqsir. Haydat. Tamam, nasılsınız oldu ha? Bozorda arzonsroq bo'lmoq edi. 60 ming to'lanlar kirgan o'xshatmaydi. Yo'q, qancha berib berdingiz? Mayli qo'ysangiz. Sizni olib aytaman, turib. 60 ming to'lanlar kirsangiz 35 ga so'rab nastirdan qilib ekan. Ha, o'sha yaxshi bo'libdi unda. Вот. Oldu olatamı turab. Bu qog'ozlarga o'tayın ham tuğanlar. Xunozim bozorga chimdig'inda o'ta ko'p jish yashgan ekan, yaxshi tartib oladi. Hay. Ya qaysi kanal bu? Universalda, universal. Mana bir mana masxaralar ha. Mana bittasi. Mana qarab. 534 ming. O'shunda 105 ning tegerigidan tura kelib qoldi ha. Yo'q, buni arzonroq bor. Alaq ha, alaq. 504 ming olgan ekan, ustiga 30 ming qo'shdi. Bugun bozorda u? Ha, bugun. Alaqasi. Foydani ko'rib turasizlar ha? Ko'p o'tirib olganlarni bog'itazdan. Dog'mas. Hozir taqsirdan buqasi sotildi bo'lsa. Aka, sotdingiz ha? Ha. Oldingizmi? Yo'q, sotdim. Qanchaga ketdi? 107 mingga ketdi. 107 mingga. Shunda qancha yashar o'qibdi? Bu 3 yoshdan oshiq. 3 yoshdan oshiq ha? O'ta yaxshi. Daha sotilgan buqalar yo'qmi? Postaliklarsa. Universal. Men sizga nima bo'lgan bu? Yo'q. Bular sotilmadi? Bular ham sotildi ekan, mana yoqlardik. O'ta yaxshi. Qog'ozlar. Hozirda beraver. Shu narxi pochtadagi cho'ng buqalar kirchu. Bo'lsa, qancha berib berding aka buqani? 62 ga. Ularni rosa hozir olib kela turganda hozir ha? Ha? Sendek turgan odam bo'shliq bo'ydi, odam bo'shliq. Universalda? Universal? Ha, universal bozori. Hop. Mavdagi yaxshi narsa ekan. Bular buqani qancha berib berdingiz aka? Surash o'tar. Oxirgisini aytdi. 80 ga. 70 berishdimi? 70 dan oshib berishdi, ha, o'ta yaxshi. Kesameli ber. Nerede qaysi buqalar sotildi bilmaysizlarmi? Sotilgan yo'q, hali hech qaysi. Soda 115 qildim o'g'lan. Ma'lumi va 115. 115 qildim. Bu yaxshi boy berdi. 115 ha. Qaysi buqalar sotildi bu yerda bilasizlarmi? Mana shunda 220 ming qildim shuncha. Uchon ha? 225. 225 ga qo'yib qo'yibman. Shuncha mana shu 75 dan bo'ladi. 75 dan turib qilsa kerak. So'ngroq buqalar yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qancha berib berdingiz buqani? Ikkovini bir baho qilib ketishdi. Ikkovini qanchaga?
124. 124 ga. Berip koydunuz mu? Bana yalnız 64 binge vermedi. 64. Rossiyski. Rossiyski. Hop. Qancha boqdingiz? Ha, Qancha boqdingiz? bo'ldi. Aqsoqolning so'zini tashlamayın. Qancha vaqtingiz shu buqani? Alani. Bular 1-2 oydan öğretti. 2 oydan turdi, ha? Daha bir ek. Ha? Bo'ldi. Chiqardik so'rovlar bo'yicha. Uchoq bo'ldi akalar. 6 ta. Ha. Markadagi. Ha, 6. Nari qarab turgan 1, 3, 4, 6. Qanday sir bo'lsa aytingchi, qancha qoldingizlar? Siz ko'rinmaysiz. Jo'nab keldi. Ha, uyda diqqatchilik bu. Ha, qancha berib aytasiz? 400 ming, ha? 400 ming. Ya bo'ldi. O'ta yaxshi. Qanday o'tib ketamiz ham? Muloqot arasalaydi. Tartdim aka, rasa tartdim. Buni sizda qo'shib tortib qo'ying, ha? Aka. Ana, xursandmiz sizda. Aka, bu qolar bo'ldi. Bitta navozga qiziq qoldi. Haligini nega? Allah bu qonni qanchaga berib edingiz aka? Qancha bermedin? Qancha berdi? 61 ga. Shuni bilan bugungi bu qovozarda Xunojinga Vrashto to'xtab aralangan. Jin Xitoy Saksa klassiga belgilab bosasizlar. Bugungi chiqarishlar sizlarga qo'ldan kelishcha ba'zi